Assalomu alaykum, Agrotexnika o'z kanalimizda kuzatib boruvchilar, kommentariyada obunachilarimiz yozib qoldirgan ekan, omochlardan obzor qiling degan ekan. Bugun xudo xolasa mana sizlarga 4 korpusli, 5 korpusli omochlarni video obzor qilamiz. Bu omoch Chexiya davlatida ishlab chiqarilgan Sukov Max Green nomli po'latdan qilingan omoch. Xo'p, bunda po'latdan mana strings, o'sha eng strings ramalar bu po'latdan qilinadi. Xo'p, buni mana shu yerda mana shtrix kodi bor, bu metall darajasida ko'rsatgan. Mana kimga kerak bo'lsa, shtrixlab shu skaner qilsa, shtrixda metall darajasi kelib chiqadi. Bo'yinlari ham juda ham yaxshi. Katta pumalarga mos qilingan, bo'ynlari ham mana qashi ham xuddi shunaqa ramasi 140 ga 140 rama. Xo'p, bu bitta korpusini yechib qo'ysa ham bo'ladi. 4+1 hisoblanadi. Buni 50 razmerlari 50, 38, 44, 33 razmerga sursa bo'ladi buni. Balona xuddi shunaqa. Endi buni xo'p 4 korpus qilib ishlatganda buni o'zi asli kitobida 100 ot kuchidan 250 ot kuchigacha traktorga mo'ljallagan. 4 korpusligini agar bittasini uzib qo'yib 4 korpusligini ishlatsa, endi 100 ot kuchi bizda 100 ot kuchli traktorlar torta olmaydi. 100 ot kuchli TD5 dancha pastroq bo'ladi. TD5lar 110. TD5lar torta olmasa kerak. Biz O'zbekistondagi traktorlar 130 ot kuchi, 140 ot kuchidan boshlangan traktorlar tortaveradi 4 korpusligini. Endi 5 taligini Puma 210lar, MX'lar 60-70 New Holdinglar ishlataveradi bemalol. Buni endi zapchastlarga keladigan bo'lsa, zapchastlar lemka bilan birga-bir atval, polioidoska, sapochkasi, hamma narsasi birga-bir qilingan. Faqat bitta pretrujniy boshqacharoq xolos bunda. Buni og'irligi keladigan bo'lsak, og'irligi 4 korpusligi bo'lganda 1 tonna 323 kilogramm chiqyapti. Agar 5 korpusli o'zi mash turishida 1 tonna 540 kilogramm chiqyapti. Shu og'irligi. Bunda shu rama ham stringiz, bo'yni ham stringiz qilingan. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 368 million 600 ming so'm turadi narx. Endi navbatdagi pluglarimizni ko'rsatamiz. Bu ham Chexiya davlatida ishlab chiqarilgan Downhill Max nomli plug 4 korpusli. Buni hozirgi kunda rosa zomillionlarga juda ko'p olishyapti. Zomillion 160 taliklar bemalol shu omochda ishlata oladi. Chunki bu traktorga ham nagruza kelmayapti. Xullas juda ham sifatli chiqyapti. Endi buni mana stokalari ham oysimon. Buni oldingi pluglar kelgan, stokasi to'g'ri edi buniki, endi oysimon. Atvallar o'sha lemkinda atvalidan qo'yilgan, lemix, dolota, polioidoska hammasi lemkinniki sho'radi. Zapchas oqtarishda hojati yo'q. Ramasi 120 ga 120 rama. Pretrujniy bunda ham demak kichkina qilingan. O'tlar tiqilmaslik uchun sho'li poyasi borlari pretrujniyni olib qo'yib ishlataveradi. Mana yonida ikkita vintavoy joylashgan. Ichkisi bo'ynini surgani, bu xullas arzalarni to'g'rilagani vintavoy qo'yib qo'ygan. Xo'p, bunda agar 3 korpusli qilib ishlatganda buni og'irligi 963 kilogramm chiqadi. 3 korpusligi. Agar hozir mana shu 4 korpusligini o'zini og'irligi 1 tonna 170 kilogramm chiqadi. Endi bunda xo'p 3 korpusli qilib ishlatganda necha ot kuchi berganda buni asli kitobida 80 ot kuchidan 100 ot kuchigacha bergan. Bizda 80 ot kuchilarni torta olmasa kerak. 80, 90 Donfenglar tortishi yo'q. Donfeng ham qiynalsa kerak. Donfeng ham qiynaladi, lekin bu 3 korpuslikka 35 bu 45 bo'ladigan bo'lsa 35 kichkina atvalligini bemalol tortaveradi. Lekin bu 3 korpusligini tortishcha qiyin bo'lsa kerak. Endi bu Yevropani
traktorlarga berganda endi bizni traktorlarga Dongfenglar mana shular 3 korpusligini qiynaladi bu traktorga nagursa keladi. Yevropa traktorlaridan Xitoy traktorlaridan ancha farqi bor. Xo'p, bunga endi 3 korpuslikka 100 ot kuchidan yuqorisi endi o'zimiz tilda aytadigan bo'lsa 100 ot kuchidan yuqori traktorlar ishlaydi 3 korpusligini. 4 taligini o'sha 110 millionlar 160 talik 140 taliklar ham ishlataveradi. Keyin Puma deyman ham nima 60-70 lar ham bemalol ishlata oladi. Bunda hozir yig'ilganda bo'ynini pastga qilib qo'yganmiz. Shu teskari turibdi bu og'och. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 259 million so'm turadi buni narxi. Endi bunisi bu almazli plug bir tomonlamalik. Buni narxi 40 million so'm turadi. Bu 3 korpusli narxi 35 million so'mga qilib beramiz. Undan keyingisi bu Gard nomli Chexiyada ishlab chiqarilgan 3 korpusli mini traktorlar uchun mo'ljallangan 25 ot kuchidan boshlab 80 ot kuchigacha bemalol traktorlar ishlataveradi. Buni 80 lar ham ishlataveradi. Agar kimga bitta 3 korpusli kaltali qiladigan bo'lsa, bitta korpus olib kelib beramiz, o'rtasiga qo'shib, xo'p, 4 tali qilib ishlatsa ham bo'laveradi 80 traktorlarga. Mana pastki bunga ikkita balon tushadi, temir balonlari bor. Bunda ham predator boltlari bor. Predator bolt qo'yilgan uzish uchun. Stokalarga shikast yetmaydi. Buni og'irligi 250 kg chiqadi. Agar 2 korpusli bo'ladigan bo'lsa, buni og'irligi 230 kg chiqadi. Endi buni asli kitobida 2 korpusligini 30 ot kuchidan 50 ot kuchigacha, 3 korpusligini 40 ot kuchidan 70 ot kuchigacha bergan. Bo'yinlari ko'rishdan mumkin. Bunday qo'yilgan, silindr bor, aylantirib traktorga nagruska tushmaydi. Xohlasa chiroyli qilib haydaydi. Bu navbatdagisi, bu eski Roto 35 Atval nargilarga qaraganda ozgina kichikroq. Traktor 120 ot kuchidan boshlab 12-21 largadan boshlab yuqorisiga mo'ljallangan. Buni Dongfeng 904 lar 3 korpusligini mana shularni bemalol ishlata oladi. Buni og'irligi 3 korpusli qilib ishlatganda 863 kg chiqadi. Agar 4 korpusli bo'lsa, shu 4 taligi og'irligi 1 tonna kilogramm. 1 tonna 2 kg yani kitobida. Xo'p. 4 korpusligini 90 ot kuchidan 120 ot kuchigacha bergan. Katta traktorlarga kichkinalik qiladi, keyin uzib olishi ham mumkin. Aryonlar uzib tashlaydi. Aryonlarga kichkinalik qiladi. Ramasi keladigan bo'lsa, ramasi 120 ga 120 rama bo'ladi bunda. Balonlarni ko'rishing mumkin. Razmeri 39 ga 34, 45 razmerigacha suriladi bu. Предпружный o'z bez предпружный variant edi. Buni предпружный qo'yib qo'yganmiz. Endi bez предпружнийda o'rniga mana bu narsa qo'yilgan. Xuddi shunday qo'yilgan. Bu предпружный vazifasini ham bajaradi. Endi biz отдельный qilib mana предпружний olib kelib, zakaz qilishganda предпружний qilib bering deganda, shu narsani olib kelib qadirib qo'ydik. Ularga qo'ygan, ularga hali qo'yganimiz yo'q. Buni narxi 219 million so'm turadi. Lizing asosida endi aytaman, lizingga, mikrolizingga 30% deyiladi. Uni 30% degani bilan komissiyonisi bor 3%, 2%, 35% ga boryapti xolos. 35% ga boradi.
35% to'lov qilasiz, oldindan 3 yil muddatgacha beriladi. Agrolizing orqali agrolizingga oldindan 20% to'lov qilinadi. 20% to'lov qilingandan keyin 7 yil muddatgacha beryapti. Jahon banki orqali. Bular endi o'sha hozir ko'rsatganimdek Danxil Max. Bunisi boshida ko'rsatganimizdek 5 korpusliklar. Agrolizingga shunaqa, agrolizingga to'lov qilinadi, lekin ozgina kutilyapti. Shuni ham aytib ketishimiz kerak. Hozirgi kunda qancha desak bo'ladi? Balki 1 oyda ham chiqyapti. 2 haftada chiqyapti. Shunaqa 2 haftani pastida chiqish qiyin. Mana kasilkalarimiz bor, agar kimga kerak bo'lsa kasilkalar ham mavjud. Nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamimiz. Manzil Farg'ona Marg'ilon katta kurak yonida joylashgan. Texnikalarimiz barchasi mavjud. Diskiviy barana, traktor, omoch. Kimga qanaqa omoch kerak bo'lsa, har xil bor. Narigi tomonda ham hozir pluglarimiz bor. Turkiyanikidan, Polshaniki bor, Chexiyaniki bor. Barcha pluglarimiz mavjud. Arzon bo'lsa, arzoni, qimmati bo'lsa, qimmatidan, sifatli bo'lsa, sifatligidan beraveramiz. Nomerni aytib o'tib ketaman yana. Nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamimiz. Kimda o'sha agrolizing texnika olaman deganlar shuni aytib ketay. Bizdan qilish shart emas. Hamma viloyatda o'zini agrolizing bor. Misol Sirdaryoda ham bor, Jizzaxda ham, misol Andijonda ham, Farg'ona, Namangan, Toshkentda ham bor. Hamma joyda, hamma viloyatda agrolizing bor. Shularga borib, agar lizing olmoqchi bo'lsa, shularga shartnoma qilib olsa bo'ladi. Agar traktorchi bo'lsa, hech qanaqa fermer bo'lmagan bo'lsa, ikkita pasport bersa, mikrolizing orqali hujjatlarni rasmiylashtirib qilib berilaveradi. Shu tomonlari ham bor. Endi mahalla hokim yordamchilari orqali bitta kasilkalar chiqyapti. Chunki kasilkalar narxi arzon, 33 million so'mgacha chiqyapti. Endi bularni mahalla kredit orqali qilib bo'lmayapti. Oldindan to'lovsiz olaman deganlarga oldindan to'lovsiz mahalla kredit beryapti. Endi oila kredit. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Xayr, salomat bo'linglar.